Mineralniy Voda aeroportida politsiya xodimiga 30 ming rubl pora taklif qilgan chet el fuqarosiga jinoiy ish qo'zg'atildi. Toshkent aeroportida 12 kilogrammga yaqin gashish moyi aniqlandi. Rossiyada O'zbekiston fuqarosi Dilyor Boltayevga terrorchilik tashkiloti faoliyatida ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rgani uchun 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Rossiyadagi qotillik uchun O'zbekistonda hukm o'qildi. Rossiyadagi xorijiy talabalar stipendiyasi bekor qilinadimi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Mineralniy Voda aeroportida politsiya xodimlari 39 yoshli chet el fuqarosining Rossiyada qonuniy yurish muddati tugaganini aniqlagan. Erkak mamlakatdan belgilangan vaqtda chiqib ketmagani uchun unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilayotgan edi. Bu qoidabuzarlik Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining 1808 1.1 qismida nazarda tutilgan. Ammo erkak bayonnomadan qutulish maqsadida politsiya xodimiga 30 ming rubl taklif qilgan. Politsiya xodimi pulni qabul qilmagan va pora taklif qilingan rasman qayd etilgan. Natijada chet el fuqarosiga nisbatan ma'muriy ishdan tashqari jinoiy ish ham qo'zg'atilgan. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 291-moddasi 3-qismi mansabdor shaxsga qonunga xilof harakat qildirish maqsadida pora berish uchun 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutadi. Ammo politsiya xodimi pulni qabul qilmagani sababli jinoyat oxiriga yetkazilmagan. Bunday holatlarda eng yuqori jazo tugallangan jinoyat uchun belgilangan maksimal jazoning 4 dan 3 qismidan oshmasligi kerak. Demak, ozodlikdan mahrum qilishning yuqori chegarasi 6 yilgacha bo'lishi mumkin. Lekin bu erkakka albatta 6 yil jazo beriladi degani emas. Ayb va yakuniy jazoni faqat sud belgilaydi. 2026-yil 25-iyul kuni Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleks xodimlari bilan hamkorlikda tezkor qidiruv tadbiri o'tkazdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bangkok, Dehli, Toshkent yo'nalishida uchib kelgan 2005-yilda tug'ilgan Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi Toshkent xalqaro aeroportidagi yashil yo'lak orqali harakatlangan. Unga tegishli chemodanlar belgilangan tartibda tekshirilgan. Tekshiruv vaqtida shampun idishlariga yashirilgan umumiy og'irligi 12 kilogrammga yaqin bo'lgan gashish moyi aniqlangan va olib qo'yilgan. Tergovga qadar tekshiruvda giyohvandlik vositasi Tailanddan olib kelingani va O'zbekiston hududi orqali qo'shni respublikaga yetkazilishi rejalashtirilgani aniqlangani aytilmoqda. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi ko'p miqdordagi giyohvandlik vositalarini kontrabanda qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Rossiyada pul yuborishda kurs ham, qulaylik ham muhim. Shu sabab o'tkazmalarni Arbuz ilovasi orqali amalga oshiring. Qalqon promokodini kiriting va baland kursda pullaringizni kartaga yoki naqd ko'rinishda yuboring va har bir o'tkazmadan cashback oling. Rossiyada O'zbekiston fuqarosi Dilyor Boltayevga terrorchilik tashkiloti faoliyatida ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rgani uchun 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, voqealar 2024-yil 29-noyabrdan boshlangan. Boltayev Krasnodar o'lkasining Anapa tumanida bo'lgan vaqtida Rossiyada taqiqlangan Katiba Tawhid val Jihod tashkilotiga aloqador shaxs bilan internet orqali yozishgan. Sud ma'lumotlariga ko'ra, u Suriyaga borish va tashkilot faoliyatida ishtirok etish taklifiga rozi bo'lgan. Boltayev Anapa Moskva yo'nalishiga poyezd chiptasi va Moskva Urganch reysiga aviachipta sotib olgan. Ammo sud materiallariga ko'ra, safar Urganchda tugamasligi kerak edi. U O'zbekiston hududi orqali Suriyaga o'tish usuli hamda yo'lda yordam berishi kerak bo'lgan shaxsning aloqa ma'lumotlarini olgan. Boltayev aviachiptasining suratini suhbatdoshiga yuborgan. Shundan keyin unga Suriyaga o'tish bo'yicha ma'lumot va yordamchining telefon raqami berilgan. U xuddi shu kuni Rossiya Federatsiyasi huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan ushlangan. 2026-yil 8-iyul kuni Rostov-na-Donu shahridagi Janubiy okrug harbiy sudi Dilyor Boltayevni aybdor deb topdi. Unga 5 yillik jazo tayinlandi. Dastlabki 2 yil qamoqxonada, qolgan 3 yil qattiq tartibli koloniyalarda o'tkaziladi. Nega ishtirok etmagan bo'lsa ham jazo berildi. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksiga ko'ra, sherik bilan kelishish, chipta sotib olish va jinoyatni amalga oshirish uchun boshqa sharoitlarni yaratish jinoyatga tayyorgarlik sifatida baholanishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi 2-qismida terrorchilik tashkiloti faoliyatida ishtirok etish uchun 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Bu ishda esa 30-moddaning 1-qismi jinoyatga tayyorgarlik ko'rish normasi ham qo'llangan. Qashqadaryolik erkak Rossiyada sodir etilgan qotillikdan qariyb 10 yil o'tib O'zbekistonda javobgarlikka tortildi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, ismi sharafi o'zgartirilib Jasur To'rayev deb ko'rsatilgan erkak 2013-yilda ishlash uchun Rossiya Federatsiyasiga ketgan. O'sha yili talonchilik uchun 3 yilga qamalgan va jazoni o'tab chiqqandan keyin ham Rossiyada qolgan. 2016-yil 8-avgust kuni Rossiya fuqarosi bo'lgan ayol undan bir muammoni hal qilishda yordam so'ragan. Ayolning aytishicha, uning tanishi Sergey Komissarov shaxsiy videoni o'chirish evaziga pul talab qilgan. Shundan so'ng To'rayev yana 2 kishi bilan Komissarovni Tula shahridagi chiqindixona yaqinida uchrashuvga chaqirgan. Sud materiallariga ko'ra, suhbat
janjalga aylangan. Komissarov yigitlarni millatini kamsituvchi so'zlar bilan haqorat qilib, ularga zarba bergan va qochishga uringan. Bundan g'azablangan To'rayev uni quvib yetib yerga yiqitgan va pichoq bilan hayotning muhim a'zolariga bir necha marotaba zarba bergan. Shundan keyin To'rayev jasadni qora paketga o'rab, avtomobil yukxonasiga joylagan. Tula shahri chetidagi o'rmonga olib borib, shox-shabbalar bilan yashirgan va O'zbekistonga qaytgan. Oradan vaqt o'tib, Rossiya politsiyasi o'rmondan inson suyaklarini topgan. Marhumning shaxsi DNK ekspertizasi orqali aniqlangan. Jasadning topilishi va ekspertiza natijalari tergov davomida qotillikka To'rayevning aloqasi borligi aniqlanib, unga nisbatan MDH davlatlari bo'ylab qidiruv e'lon qilingan. Ammo O'zbekiston Respublikasi o'z fuqarosini Rossiyaga topshirmagan va Rossiyada to'plangan dalillar asosida jinoyat ishini o'zi ko'rib chiqqan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi protsessual kodeksining 603-moddasiga ko'ra, agar so'ralayotgan shaxs O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, uni xorijiy davlatga ushlab berishga yo'l qo'yilmaydi. Shu bilan birga Jinoyat kodeksining 12-moddasi O'zbekiston fuqarosi chet davlati hududida sodir etgan jinoyat uchun agar u o'sha davlatda sudlanmagan bo'lsa, O'zbekiston qonunchiligi asosida javobgarlikka tortish imkonini beradi. Sudda To'rayev aybiga iqror bo'lib, qilmishidan pushaymonligini bildirgan va qariyb 10 yildan keyin prokuraturaga o'z ixtiyori bilan taslim bo'lganini aytgan. Sud uni Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi qasddan odam o'ldirish bo'yicha aybdor deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sergey Mironov Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza tartibini joriy qilishni taklif qildi. Uning g'oyasiga ko'ra, xorijliklar Rossiyaga shunchaki ish izlab emas, aniq ish beruvchi va aniq mehnat shartnomasi asosida kelish kerak. Mehnat shartnomasi tugasa, ishchi mamlakatdan chiqib ketadi. Oilasini birga olib kelish ham cheklanishi mumkin. Lekin eng muhimi, bu hali qonun emas. 2026-22-yilda Mironov faqat siyosiy taklif bilan chiqdi. Hozircha qonun loyihasi raqami, vizalar qachon joriy etilishi va qaysi davlatlarga tegishli bo'lishi e'lon qilinmagan. Shuning uchun O'zbekiston fuqarolari uchun hozircha hech narsa o'zgarmadi. Rossiyaga vizasiz kirish tartibi amalda. Bu faqat taklif, yangi qonun qabul qilinmagan. Rossiyadagi xorijiy talabalarning bepul ta'limi va davlat stipendiyasi bekor qilinishi taklif etildi. Lekin hozircha hech kimning stipendiyasi bekor qilinmadi. Joriy yilning 22-iyul kuni LDPR migratsiya siyosati bo'yicha forum o'tkazib, xorijiy fuqarolarning kollej va universitetlarda byudjet hisobidan o'qishni pulli tizimga o'tkazishni taklif qildi. Ommaviy axborot ma'lumotlariga ko'ra, LDPR yoshlari rahbari Marat Shipov xorijiy talabalarga davlat stipendiyasi to'lashni ham bekor qilishni taklif bildirgan. Hozirgi kundagi qonunda nima deyilgan? Rossiya hukumatı kvotasi asosida o'qiyotgan xorijiy talaba butun o'qish davrida baholaridan qat'iy nazar davlat akademik stipendiyasini olish huquqiga ega. Bu qoida 273-federal qonun ta'lim to'g'risidagi qonunning 78-moddasi 5-qismida belgilangan. Bu imkoniyat barcha xorijiy talabalarga emas, davlat kvotasi asosida qabul qilinganlarga tegishli. Xorijiy fuqaro Rossiya Federatsiyasida xalqaro shartnoma, federal qonun yoki hukumat belgilangan maxsus kvota asosida bepul o'qishi mumkin. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.